Hurmatli do'stlar, sizlarni bu bazar kuni iyun ya da ilk yaz oyi 30 kuni soat 7'de Ahmedjid vaqtining onlayn shaklda o'tkarilgan ijodiy ko'rishuvga davet etdim. Biz Sari Ko'kche, Timur Qurtumer ve men beraberlikda böyle bir ko'rishuv yapmaga niyetlendik. Biz Sari xonimning cho'qdan böyle tedbirni kechirmaga istagan edik. Bu sefer musafir ya da musafir deymiz ya da savdoshimiz deymiz. Beraber bizning ishtirokchi olacak Timur. Qo'shilajak. Men çok umut edim ki